Otangiz qurgan uyni siz buzib boshqatdan quryapsiz. Siz qurgan uyni farzandingiz buzib boshqatdan quradi. Shunda har avlod almashganda uy yangitdan qilinishi shartmi? Uy qurmoqchi bo'lsangiz shunga e'tibor beringki, har bitta narsani planlashtirib, reja bilan qiling. 100 yildan keyin ham zamon talabiga javob bersin. Ushbu loyihamizda shu muammolarga yechim qilib ketilgan. Bu loyihamizning lokatsiyasi zo'r joyda joylashgan, ikkita tomoni yo'ldan iborat. Bunga shunday loyiha qilindiki, mijozimiz ko'cha tomonga deraza kerak emas deganligi uchun bitta devor tortib mehmonxona qilindi. Darvozaga yaqin joyda mehmonxona, mehmonlar uchun alohida sanuzel hovli tomoningizga o'tmasdan mana shu yo'lagidan o'tib tog'oraxona sanuzeli bilan bor. Undan tashqari darvozaxonamizga bemalol 2 ta yoki 3 ta mashina sig'adi. Hovlimiz ham kattagina bo'ldi. Kichkina eshigimiz bor. Bu tomonda yozgi oshxona, kafelarga shu tomondan kiriladi. Hamda uyimizning asosiy qismini orqa tomonida ikkita tomoni yo'l bo'lganligi uchun orqa tomonida yana bitta eshik bor. Bu tomonga agarot qilasizmi yoki qanaqadir og'il chorvachilik bilan shug'ullansangiz, og'illar qilishingiz mumkin. Xo'p, uyimizning asosiy qismini ko'radigan bo'lsak, darvozadan kirganda ro'parada oilaviy o'tiriladigan hol bo'lyapti. Bu holda yonida ota-onangizga yotoqxona sanuzeli bilan bo'lyapti. Bu yerda oshxonaga har doim aytganimdek, ikkita eshik qilaman, bitta tashqaridan kirish, bitta koridordan kirish qilinadi. Shunda qulayroq bo'ladi. Oshxonada o'tiriladigan hamda bemalol ovqat qilinadigan joylari bor. Oshxonamiz ham yozgi oshxonaga yaqinroq joyda. Uyimizning asosiy qismida shunaqa yechim qilinganki, ota-onangizga yotoqxona sanuzeli bilan hamda oilaviy o'tiriladigan xona, oshxonaga shunaqa qulaylik qilingan, tashqaridan ham kirish, yozgi oshxonaga yaqinroq joyda hamda hovlimizdan ham kirishi bor. Undan tashqari o'zingizga yotoqxona qilingan. Oshxonamizning ro'parasida esa umumiy sanuzel hamma foydalanishi uchun bu yerdan esa ikkinchi qavatga chiqib ketiladi. Qarang, zinadan chiqdik. Zinadan chiqqanimizda yotoqxona sanuzeli bilan bitta umumiy sanuzel, ya'ni bolalar foydalanishi uchun bu yerda yana bitta yotoqxona sanuzeli bilan. Bu yerda hol, ya'ni qanaqadir marosimlarda ayollar tepada, erkaklar pastda bo'lishi mumkin. Bu yerda yana bitta bolalar xonasi joylashgan. Bunisi podvalimizning plani. Podvalimiz hali xonalarga bo'lingani yo'q. Podval ham общий uyimizdagi podval bo'lgani yaxshi. Bu yerga kir-yuvish, alohida kir-yuvish xonasi, o'zingizga trenajyorniy zal yoki bolalarga qanaqadir qishki kunida o'ynaydigan qanaqadir sharoit qilib qo'yishingiz mumkin. Sizga ham shunday qulay loyihalar kerak bo'lsa, bizga murojaat qiling. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying.